Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada O'zbekiston samolyoti osmonda yana bir samolyot bilan to'qnashib ketishiga oz qoldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston samolyotiga xavf solgan kichik biznes jet Bordumdan uchib kelayotgan Embraer Leger 650 O'zbekiston Airways kompaniyasiga tegishli uchoq esa Airbus 320 bo'lgan. Ushbu ehtiyotsizlikka Airbus A320 uchuvchilarining dispetcherlarning buyruqlarini noto'g'ri tushunib 10,000 fut balandlik o'rniga 9,000 fut balandlikka tushib ketganligi sabab bo'lgan. Dispetcherlar bu xatoni payqamay qolishgan. Davlat havo harakatini boshqarish korporatsiyasi Moskva bo'limi rahbariyatini mukofotlardan mahrum qilishni buyurgan. Shuningdek, bunday holat yana takrorlansa, kadrlar almashinuvi istisno qilinmasligini ma'lum qilgan. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutskiy federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskiyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan. Agar onlayn ravishda migrant servis ilovasidan patentga xizmatlarni oldindan to'lab borsangiz, navbatda ko'p turmaysiz. Yana bir muhim tomoni, Sahroda internet yaxshi ishlamaydi. Shu sababdan onlayn to'lovlarni uyda oldindan qilib qo'ying va undan keyin Sahrovaga boring. Shunda navbatda ko'p turmaysiz. Navbatlardan esa tezda o'tib ketasiz. Patentga topshirish uchun xizmatlar narxi 22,613 rubl. Patent uchun to'lov boji 4,200 rubl. Jami patentga topshirish 26,813 rublni sarflaysiz. Bu pulga patentni olishga borganda to'laydigan birinchi oy to'lovi 8,900 rublni ham qo'shing. Albatta, ayrim xizmatlarni onlayn to'layotganda olib tashlashingiz mumkin. Masalan, vaqtinchalik DMSni podpiskasini. Ularni to'lamaganingiz patent olishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Госпошлина 1-sentyabrdan kiritildi. Госпошлина 4,200 rubl. To'lamaganlar rus tili imtihoniga kiritilmaydi. Imkoni bo'lsa, госпошлина uchun to'lov qaytimsiz pul olib boring. Tuvada patent narxi 25,000 rubl bo'lishi mumkin. Viloyat gubernatori Dmitriy Milyayevning ma'lum qilishicha, Tuvada 2026-yil 1-yanvardan boshlab migrantlar uchun patent to'lovini 25,000 rublga oshirish rejalashtirilmoqda. Hozirgi to'lov 11,200 rublni tashkil etadi. Bundan tashqari, u yerda patentli migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ko'paytirilmoqda. Tataristonda migrantlar uchun patent narxi oshadi. 2026-yildan boshlab Tataristonda chet el fuqarolari uchun ishlash uchun ruxsatnoma narxi 8% ga oshib 7,900 rublga yetadi. Chet ellik ishchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha qat'iy belgilangan avans to'lovlarning hududiy koeffitsiyenti 2,55 etib belgilandi. Ushbu koeffitsient ruxsatnomaning yakuniy narxini belgilaydi. Natijada joriy yilga nisbatan summa 622,6 rublga oshadi. Tegishli qonun bugun Tatariston Respublikasi Davlat kengashi tomonidan tasdiqlandi. Tatariston Mehnat, bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vaziri Elmira Zaripovaning so'zlariga ko'ra, koeffitsient migrantlarning rejalashtirilgan o'rtacha oylik ish haqining 13% daromad solig'i asosida hisoblab chiqiladi. Uning ta'kidlashicha, byudjet daromadlari ko'paytirilishi va chet ellik ishchilar uchun ish haqi miqdorini kamaytirishi mumkin. 2020
2023-yilda patent narxi 6800 rublni tashkil etgan edi. O'sha yili oxiriga kelib viloyat byudjetiga migrantlardan 2 milliard rubldan ortiq soliq tushdi. 2024-yilning 8 oyi davomida bu miqdor 1,7 milliard rublga yetdi. Yil oxiriga kelib esa rasmiylar bu ko'rsatkich 2,3 milliard rublga yetishini taxmin qilmoqda. Joriy yilning 1-iyun holatiga ko'ra Tataristonda patent bo'yicha ishlayotgan 38 ming xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan.